Emi ko'ryapsiz aka. Ikla. Yani şu qatnash vaqasi ekan-ku. Odamni yurak sodiq qilib. Vay ufka, mashinani men aydisam, sen nimaga qo'rqdi? Shu. Sendan ansirayman-da aka. Sendan ansirayman deb to'liq yolg'ondan ko'yingan qiyofat fikr olmay. Eng yaxshisi, mashinani mendan beso'roq haydagich bo'lma. Uqdingmi? Sana o'xshash haroqkashlarning dastidan qatnash vaqasi chiqib ketib boradi. Voy. Ozroqli gap qilib qo'ysam, ajab qaynab ketding aka. Bo'ldi, bundan keyin u mashinani hargiz haydamayman. Yaxshi. Ma gapni sen deding, ha? Bundan keyin o'g'irlikchi mashinamni haydama. Bo'lamdi. Ma gapni yaxshi qildi. Bo'ldi aka. Bir mashinani mendan oyamsan, ba'zida mashinani o'g'irlik joyda seni xafa qilib qo'ygan yerlarim bor. Men shu do'stlarimning oldida ota-onamning yo'qligini chandurmay debdiman aka. Senim ufka, mening bu dunyoda seningdan boshqa hech nimam yo'q. Seningdan bir mashinani oyog'inim emas. Seni biror ish chiqib qo'ymasin deb ansirayman shu. Sen buni bilamsan? Men sizga dedim-ku, bir necha kun kutib turing. Ma'qul amsa. Meni bek saqlayapman. Ma'qul. Bo'lamda. Atigi men javobini beraman. Shunday kelishdi. Yo'q. Ay! Qo'la bu yoqqa. Yo'q. Yo'q, akıla. Gelin şurada. Çıqa. Şunu çıqa deyapman. Çıqa. Akıla. Sen çıqamazsan. Akıla da çıqamazsan, ha? Qo'la, yaxshi. Qo'la chiqa. O'tirib qol. Qo'la. Pul ketdi-va. Ura. Pul chiqaraydi. Unda qilmanglar. Seni qo'yinglar. Keligimni ko'rsa, o'tirib qolay. Menda hech kim yo'q. Chiqar shuningda. Boshqa qilaman. Ha, uni qo'yinglar. Yapma. Meni qo'ying. Mana, anjo. Chiqar. Pul yo'q, mana ishinglar. Chiqar. Hadi o'tma. Çıkamam sen. Nereden? Çıkra. Nereden? Vah. Öldürekleri kan boşa. Çıkamam sen. Ha? Pul yok dedim bu. Kim Hay. olsun kendini koyuyorsunlar. Çıkar çıkar. Koyun. Hadi haydi kapı. Gözünüzü açın. Bemarning ailesiga borma. Men shu doktor. Uning ahvoli qanday? Elimi vaqtida ketdilar. Bemorning qon ko'p chiqib ketibdi. Uning qon samasak bo'lmaydi. Cho'nglarni chaqiramsiz. Uning ailesiga to'lamayman. Men uning hech nimasi emas. Undaqda siz. Unda qilaylik doktor. Ya bo'lmasa, meni qinimni tekshirib baqamdoq. Bo'ladi amsa. Sizning qon tipingizni tekshirib baqaylik. Bemorninki bilan moslashamdi yo'q. Meni qon tipim A. Qo'y. Bundaqmi to'g'ri kelgan bormi? Bemorning qon tipimi A. Shundaqmi tekshirib baqaylik. Bo'lamdi. Bemorning ahvoli yaxshilangandekmi? Texchi o'shirganmidi? Xili yaxshi bo'lib qopti-ku. Oldirmay o'shig'i keladi. Qon ko'p chiqib ketibdi emasmi? Avval qon to'liq mengib bo'lsin. Anandan keyin qaytadan balnistiyat qilish to'g'ri keladi. Uydagilarga xabar qildingizmi? Dedim-ku. Bu qizning uydagilarini to'nimg'achqa hech qaysi xabar qilmadim. Balnist qancha pul ketadi? Az degandim 3-4 ming qo'y ketadi. 3-4 ming qo'y? Ha-a. Meni yenimda hozir ming qo'y pul bor. Shuni topshirib tursam bo'lamdi. Siz uning nimasi? Hech nimasi emas.
Akşam ben bu kızın lükçeklerini koludan kurtuldurib aldım. Hazır mı sizdek oliyjanob odamlar borkan, ha? Bo'ladi ukam. Men ko'y bo'lsa topshirib turaman. Rahmat doktor. Aka? 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 Oy, texchi yo'q-ku bu. Hey! Aka, akşam bir gece uyga kelmedin bu. Ne diyordun? Nima? Doktorxonada? Sana bir ay olmagandı? Xudoga shukr. Ayol bo'lmay tezroq yenib kelashsa. Ha. Men sana boshliq tayyorlab turayamsa. Ma'qul. Rahmat sizga. Siz mening hayotimni qutuldirib oldingiz. Yo'q, undaq desangiz bo'lmaydi. Mening o'rnimda boshqalar bo'lgan bo'lsa, shunday qilardi. Yo'q, sizning o'rningizda boshqa biri bo'lsa, bunda qilishini dayim. Qarang, meni shuncha yaxshi ko'raman deb keynimda yurgan odam meni tashlab qochib ketdi. Ko'nglingizni asatlaydigan gaplarni qilma. Salomatligingizga ta'sir etadi. Boshqa ishlarni o'ylamay, yaxshi ara biling, ha? Voy. Siz yaxshi qaytmabsiz-ku. Qandaygan odam cho'qim yaxshi aram elish kerak. Nima? Mushuna ishlarmi bo'ldimi? Ha. Siz berib aram eling. Bemorni o'zim o'rlashtiray. Sizga nima deb rahmat aytsam bo'la? Bizning uydagilar yaxshi ko'rinmaydi-ku. Akşamda keşif ketdi. Bugün siz sel yaxshi bo'lgandikan anda xabar qilay degan. Yonifinimdan uyimizning nomerini izlab topsangiz bo'lmasmidi? Kechiring. Akşam qilishchaklar sizning hamma narsangiz bo'lib ketibdi. Rana! Kızım! Ay kızım! Ne oldu? Kızım! Rana! Ne oldu? Kızım! Hey! Sen kızını zaten ne kıldın ha? Ne kıldın Fatıma? Rana! O emas! O bana akşamını kurtulduğu alın! Ama ne oldu ya da? Ne oldu? Uyku körek gözünü bunu çıkarın Allah! Uzun avaylık var! O akşamını yalnız taşla kaçıp gitken! Onu çıkarırsın! Onu körek gözünü yalnız çıkarırsın! Ben sizi düşündürek. Nemini düşündürettim? Benim bu danışlarının kolunu taşlayıp kaçıp gittin onu düşündürettim! Yok öldürdüm! Yok! Siz gidin! Adem emez! Bala! Kuşmazlık koptu! Kapı olmam gelin bala! Kechiring. Aka, tez bol. Çay tayyor oldu. Ha bana. Bir yak baramsan nima? Buraya verip ilaydi gittim. Ova aka. Sen sözlep bergen yılıkı vaka. Hiç kavamdan ötmey vatıdı. Yılıkı yigitning söylgenini pandırım eğlengen haleti taşlap koyup içip ketkinini deymin ha. Sen alı. Bunun ajablanigidek yeri yo'q Fuka. Jahonda bundaq namatlar bek jiq. Sen hergiz ularni do'rab qolmajimi? O degine aka. Ölsem ondaqlarını doğurmasmen. Ben ondaq adamlar bilen hergizmi badikaldi qilmayman. Xotirjam bo'l. Qandaqroq turibsiz qizim? Mushu gapni necha qatim so'rab bo'ldingiz, opa. Men sizga aytdim-ku, butunlay yaxshi bo'lib ketdim deb. Erta ishga boraymikin deyman, opa. Bo'ladi qizim. Biroq Merdan yana sizga avorchilik deb beramdikin deb ansirayotim. Bo'ldi qiling, opa. Ona narsan gapini qilmang. Kechiring qizim. Daverib odatlanib qopdim. Boshida uning bilan ortashqim yo'q edi. Shudan ishinglar, uni undaq yaxshi yey, bundaq yaxshi yey deb pulni maqsad ketdinglar. Sizlarning ko'ngillarni ayab arlasam, qarang uning qilgan ishini. Elimi yaxshi yiliga shu bir bola ushrab qoldi. Bo'lmasa uyda ketayotganman. Bo'ldi qizim. Senin bolam qilmang yerim qilma.
Onun ata-anası bilen biz uzun yıllık dost. Onun ata-anası yaxşı adamlardı. Onu mu ata-anasıdaki yaxşı adam bolğan oxşaydı dep oylap qaptınız. O bala özgü mü qıptı? Özgü mü qıptı canım balam? Herhat kızım, Heliqi balını öyge çaqırsaq taqatlı kelmeyivatıdı. Özün berip bakamsan ya. Boladı abba, onu ertegin izlep onunğa çokum rahmet etmesem bolmaydı. Boladı balam, aramağın emse. Bu Rana'nın dostu o. Maşinaga chiqinglar. Ha, siz ne dediniz? Qanday ahvolingiz? Bu yerda yuraysiz-ku. Ha, öymüş yerda emasmi? Sizni tanıyamay qag'il tasqatdiman tafi. Shundaqmi? Ha? Nega ma'nosiz? İdara qilmangan. Hajat yaxshi uchrab qoldingiz. Men ish xo'sh yoqmaganda. Aras, do'stingiz ahvoli qandayroq? Ranama? Ah, o hazır xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Uyda dam olyapti. O sizni izdimidimi? Necha kunning oldida ota-onasi telefon qilib meni mehmon qilayli degan. Men qo'shilmadim. O'zim telefon qilib ahvol so'ray desam, ular to'la rahmat etib meni xijil qildi ekan. Shu men ularga telefonmi qilmadi. Tova, bu Rana'nın nima qilganidu? O'zi telefon qilib sizdan ahvol so'rashi kerak-da. Bu jahonda o yaxshilik qilganning e'tibori yo'q. Undaq hech kim bo'lmaydi. Shundaqdimi sizga telefon qilib rahmatini bildirib qo'yish kerak-da. Siz Rana'ning yaqin do'stimi? Shundaq deyishkimi bo'ladi? Biz ham xizmatdosh. Sizlar qaysi idarada ishlaysizlar? Ha, Rana sizga shunimi deydimi? Biz ijtimoiy sug'urta shirkatida ishlaymiz. İctimai sug'urtadimi? Ha, undaqda. Men uningdan bu ishlarni so'rab yurmadi. Ham so'rashning hojati yo'q deb o'ylayman. Haras, siz nega borsiz? Apirib qo'yay. Idora qilgandim. Hajat yaxshi, rahmat-da. Yaxshiroq o'tiring, ha? Amsmangdiq. Partiya Merkez Komiteti Siyasi Byurosining a'zosi Goviyanning muavin so'nglisi Hu Liangyu yaqinda Gansu o'lkasining suvchilik qurilishi va yezilik ishlab chiqarish ahvolini ko'zdan kechirganda bularni ta'kidladi. Ilmiy taraqqiyot qarashini ommaviy amaliyleştirib, markazning birinchi nomerli hujjatini Qaras, yetib chiqsan. Seni adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan yosh deb xabar yozib tur. Mana qara. Suv boyligidan muvofiq foydalanishni her bir rayonni keng ko'lamda echishdagi asosiy xarakterlik qurilish o'rni. Mening mush yaxshi nomim. Sening qo'lingda nobud bo'lib qoladi-ku. Zo'r kuch bilan kuchaytirish. Sud ijrosining yangi mexanizmi ustida. Sabah zodir ishonmaysan, ha? Undaq degi nima emas. Diqqat qilib ber, ha? Cho'qim diqqat qilaman. Mamlakatning siyosiy Hay qarg'ina, heliq shopirchi gezitga chiqibdi. Akla ko'ra baqay. Qaysi shopirni deysa? Voyjon, heliq seni qutuldirib olgan moychapanchu. Sening mushi boshqalarni osonlikcha yaratmaydigan mijozing faqatla bo'lmaydi, juma adash. Adash, endi uni yaxshi ko'rib qolmagansan? Uningga hajat chapan yeb ketding-ku. Onunğa çapan yapqanın emas. Senin zati azaldan mushunaq boshqalarni yaratmaydigan mijozing bor. Ha, sendek yoritsan emasmi? Hay, bo'ldi qig'ina, birdam oramdan qo'yg'ina gezib ko'rib olay. Apa? Apa?
Voy, nega bordinglar? Qaytib keldingmi qizim? Nega varatdik? Qo'shnimiz Rashidaning uyiga kirib chiqdik qizi. Ularga bir ish bo'ptimi? Tozimi bir kelishmaslik ketdi. Opa, Rashida tashqizat nima ish bo'pti aytib beraman. Men bo'ladi qizi. Kichik qizi darizini sirtiman deb 3-qavatdan tushib ketibdi. Taliga helimi qizi saqqapti. Biroq qizi ig'ir yorilibdi. Bechora Rashida qandoqmi qila? Voy, Isid, men Rashida opashqa sug'urtaga qatnashishni necha qatim aytgandim. Biroq ularda pul yo'q, qatnashamay qolgandi. Voy, Isid, o'zimning yendan pul chiqarib bo'lsin, ularni sug'urtaga qatnashtirsam bo'pti ekan, opa. Shu emasmi? Bala qazo ko'rinib kelmas, putqolni sangiltib degan shu-da. Bechoraning yo'lda tugab ketgili endi 1 yildan oshgan. Qizini qandoqmi davolata? Biz qo'limizdan kelishicha yordam qilmasak bo'lmaydi. Xudo qo'shgan qo'shnilar emasmi? Opa, ular hozir doktorxonadami? Ha. Nima qilay deysan? Ularni hozirli yo'qlab kelaymikin deyman. Bugun kech bo'lib ketdi qizim. Bola, bugun sal kashib qoldi. Endi men sizlarga choy damlab beray, ha? Rana! Sizga ijodkorim. Apla, sizni mushundaq gaplarni qilib deb o'ylab o'tib ketaymikin deb bo'lib, yana to'xtagandi. Agar men qarmay o'tib ketgan bo'lsangiz, ertasi kun Urumchini aqtirib sizning uyingizga kirib qo'ymaydim. Nega mandingiz? Uyga. Nerede? Nurliq yo'lida. Apro qo'yay, ya. Yanar için derde düştüm. Uyunuz bu şey mi? He, yaptık. İşlememizi. Makul, hoş. Makul, rahmet sizge. Keyin görüşemiz. Siz uyga kirib mangmansiz. Opamdadan sizni bekletib Bo'ldi, xo'sh. Bizni uy ash uduldagi binoda. Ha, ko'rib oldim. Vaqtingiz yetsa kelib o'tirib keting, ha? Bo'ladi. Chata xo'pdi. Agar shu kuni men bo'lgan bo'lsam, texmi payz bo'lgan bo'ladi degina. Sen yo'q bo'lib qoldingda chata xiri. Shu ozroq ish chiqib qoldi emasmi? Bo'lmasigu. Oy, akam kelib qoldi. Buna. Chiqsin. Oy, aka, qaytib keldingmi? Undaq. Tinchlikmi? Aka, bu do'stim Dilmurod bo'ldi. Ha. Tek tamak yemagansizlar. Yo'q, texe. Yemedik. Amisi ben chiqib tamak etay. Aka,
Neredeki balla bilen aralashib sardı nima ish qilyapsan? Gap qila. Undaq emas aka, o degan yaxshi bola. Hozir aldirab odamga ishongila olmaydi. Ish qilib menga bir avarchiq tepamsan ulatdi. Närini yaxshi deysan uning? Menga bir ish tepagim bor sening. Boşroq so'zlasang-chi aka, anglab qoladi. Ish qilib diqqat qilib aralash. Yaxshi odam bo'lsang men xushal bo'laman. Ha? Uqdim aka. Hey. Rana. Meni qachon kechirasan? Voy, kim u? Ranama? Qanday ahvolingiz? Yaxshi turdingizmi? Ha? Qaring nima? Menga ikkinchi telefon qilg'ichi bo'lma. Tushuntirib qo'yay. To'xtab turing. Tushundirgidek nimasi qoldi? Men senga deb qo'yay. İkinci ko'zimga ko'ringichi bo'lma. Rana. Men sizga tushuntiray. Tova. Odamning olisi ichida, hayvonning olisi teshida degan gap bekor emas ekan. Merdan degan nomardning yolg'on yo'liq so'zlarga ajab ishni pishiribdimi? Mert maydonda sinadi. Qaysi kunlar lifchaklarga meni tashlab berib qochgandilar. Uning mangulik do'stim bo'lishga loyiq emasligini his qildim. O'z sevgini qo'g'diyamagan bir nomardni qandaqmi sevginimday. Qarg'anda bundan keyingi yo'limni qayta tanlashim kerak ekan. Olimga o'xshash ko'ngil, oliyjanob, kishilarga yordam qilishni xushallik deb biladigan yigitlar hozirgi jamiyatimizda oz uchraydi. Shunga qo'limga kelgan baxtni cho'qim qadrlashim kerak. Uni cho'qim asrashim kerak. Vay, aldimmi? Qanaqa ahvolingiz yaxshirdingizmi? Mundaq ishda qarang. Kechda sizni tamoq taklif qilay degan edim. Boshqa bana ko'rsatkichi bo'lmangizmi? Opam dadam hammamiz sizni saqlaymiz bo'lamdi. Bu qitim gapingiz cho'qim rost bo'lsin, juma helimini hech qitim kelman deb kelmadingiz. O ishni boshqa kimsaga o'rnashtirmam, siz chiqim keling, ha? Boshqa gapni qo'ying, shundoq kelishdik emasa. Xo'sh, men sizni kutaman. Xo'sh emasa, ha? Chiqim keling. Aka, bugun kira qilishmamsan? Men bugun birsini uyga tamoq borgan bo'lib qoldi. Sirtqa chiqib tamoq yeb turgan. Men senga pul beray, to'lamdi. Itamda. Tuta. Bervatgina, poychilar o'g'an kim bervatgina? Haykla. Tamog'ini yeb qilib, vaqtida qaytib kelasizkan. Ma'qul aka. Nabi? Allah'ım abone. Yine aşk içine çıkıp gitti de. Bazı adam
Mana keldim. Sevimli başına. Keçte meni akamdan qandaq teşnamları kütüp durdu. Buni Xudoy o'zi biladi. Men seni bir haydab olish uchun hech nimaga parvo qilmay oshqo'shliq o'g'irlab chiqdim. Haqiqatan bundan keyin unda qilmayman deyman-u, seni ko'rsamla o'zimni tutib ololmay qolaman. Qani. Mana. Allah. Abla, ma taksinin kelmegeni kızını kanki saklap ketkendi. Bugün taksi tosuma kazımı ters olup ketdi. Nimandaq kelmaydigan Qandaqmı qilamiz endi? Ana, keldi. Jiro. Jiro. Siz avval chiqing. Avaylang, ha? Mana. Bo'ldi. Nega borsizlar? Nurluq yo'li qaydang bola. Ma'qul. Bu pul ne? Voy bo'ldi tag'a, men kira qilmayman. Yo'lda o'zimcha mashina haydab ish pushig'imni chiqarib Unda atdim. qilmoq. Bo'ldi. Men olmayman. Qilsiz emasmi? Senin başını yemay turmamam görüp size yardım kılım geldi şu. Ben taksi şoförü bola. Ben bulasam bulmaydı. Biz qıcılıb qalmız balam. Ben size yardım kılım bu kalsın. Olur, rahmet emise. Ya erzimeydi. Özünüz kalsın. Tamam, rahmet. Makul emise. Hoş. Rahmat balam amsa. Yo'q, arzimaydi. Qo'shamsa. Voy dada, endi keldinglarmi? Mush vaqtda Endi nega keldim tushurdinglar? Mehmonni Mehmon islatishga kelmabdi-da. qilamikin deb shunchalik ansirab ketdim. Taksi to'siyamay bek ağır olup ketdi. Talabek so'q balam. Chaqqan Taksi bo'laydi. to'sanmaychu. Shunami? Kızım bu ne sen ağır. Sen buyurgan narsalarning hammasini akaldik. O'g'li qizim Bir nima tez qoldirmadik. Ma'qul. Mehmon kelib bo'lguncha tezroq tutish qilinglar. Ha. Tezroq bo'ling qizim. Ma'qul. Voy, ulam kelib qopti. Ha, mana. Voy. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bola. Qanday ahvolingiz? Ha, qani yuqori o'tir. Yaxshimisiz? Ay, opke, mehmon keldi. Ha, qani, o'tir. Qani. Allohu akbar. Ha, qandaroq tekshirasiz bola. Uydagilaringiz tekshirlik. Hay opsi. Nimada chiqib olamaysiz? Bola qizim opang chaqir. Mana. Voy, qandaq ahvolingiz balam? Yaxshi turdingizmi? Teshkasiz o'tiring. Bugun sizlarni avara qildigan bo'ldim.
Sen Bu çay ne tayyorladın. deyiniz balam? Siz bizning eng aziz mehmonimiz. Yo'q, to'g'ri. Siz bizning qizimizni qutqizib olgan tursiz. To'g'ri. Siz nima qilsak arziydi balam? Bo'ldi, undaq deyman. Men tamoq tayyorlay, ag'ish o'tiring. Siz tomoqqa tutish qilavering bizda. Ha, qani bolam, mazalarni ag'ash o'tiring, ha. Boy mashinaga chiqqanlarni portmal ekanda. Opir bersan bo'lgandek. Ama göçlerdim eline bala. Eline. Tartınmayı ele verin. Eline. Eline. Alıncan balam. Çoğlarının hemiz tek çıktı. Benim ata-anam burulu tügep ketdi. So'rashga tegishli bo'lmagan savolni so'rab qo'yibsiniz balam, xafa bo'lmang, ha. Qani, eling. Hech qisi yo'q. Ha, eling. Siz yolg'iz bolami? Mening bir inim bor. Eningizni aytganingiz-chi, bo'lmasa hozir telefon qilmay kelsin. Kelsin bo'lmasa bolam. Yo'q, bo'ldi. U mendan burulu sirtga chiqib ketgan. Shunday qiling, balam. Telefon qiling kelsin. Ha, bo'pti. Xudo kelganda ag'ash kelasiz, ha. Qani tomoq qiling. Qolgan tamoqlab chiqishga ag'ash o'tiring, ha. To'g'ri aytdi bularning uyi. Ota-onamning uchiqligini ko'rdingiz. Endi vaqtingiz yetsa, pat uyga kelib turing bo'landa. Ha. Voy, okamg'u bu. Alloh kesqacha. Enim o nima? Nabiya. Ha? Aka. Bu yerda nima ish ko'rsa? Boya bir jup er-ayol mashinaga o'ltirgandi. Portmalni tushirib qo'yibdi. Mush atrofdamiki deb. Ay, bu mening surtimni nima? Voy, bu opamning portmali ekan-ku. Ha, aslida boy mashinam chiqqan sizning ota-onangiz ekanda, ularni mishiga tushirib qo'ygan. Shunga men akepray deb ehtiyotlasini tushirib qo'ygan o'xshaydi. Hava olim. Eningizni o'zingizga o'xshash esil tarbiyalabsiz janob. Kerakman. Ha. Menga ishqi japan qahramonlik ko'rsatib, ranani texim qaymoqtirib o'tiribdi. Tova, men shaytonni qara. Bilmabdiman, sen mi yaxshi ish qilishni bildi ekansan, ha? Bu yoq meni kechki tomoq taklif qilgan adam bo'ladi. Akufga ishqinlar haqiqatan odishib o'tgansizlar jum. Voy, yaqay. Men ancha yaxshi emas. Akam bak yaxshi. Hammadan aytgan so'zim. Voy, rostdan aytdim. Ishonmasangiz, keyin bilib qolsangiz. Hay. Bo'ldi, Rana. Siz turib qoling. Ma'qul emas. Rahmat sizlarga. Sizni bek avar qilib aytdik. Nabikini sizlarga ishigimiz har vaqt ochiq vaqtinglar yetsa kelinglar. Bo'ladi, xo'sh emas. Kelinglar.
nima degan oliyjanob aktyorlar bu. Xudoyim bu ikkisini bizga yordam qilish uchun avatgandek. Xat. Bu qanchaq meni hajatsatlashtirdi. Onunla qandaq o'chasan bo'lar? To'g'ri. Xolida degan turmuchni qo'lga tushasa, ondan Ranadan o'chirish maqsadimga yetmamdiman. Yaxshi oldi. Yaxshi oldi. Shunday qilay. Sening deganingdek qilsak olg'idek. Bu hadda shu ishlarni chigitib olsa, qilgan ishlarni shifratmi bo'lgan ekan. Qilgan ishlarni o'zim kechirayman degani. Yaxshi oldi. Xolida! Ha? Nerede? Ey Rana, bu... Xolida, yaxshimisiz? Bu asta keyingi şeylik Bilganim ketim var idi. Rana? Xolida! Rana? Apa. Xiyol surib o'tirib ketibsiz-ku qizim. Yo'qay, apa. Dadangiz u balani yoqtirib qolganda qiladi qizim. Siz chiqandaq. U balig'i bekli yaxshiga, biroq yanada qarab baqsaq bo'landikin. Bundan keyin sizning ishlaringizga hargiz aralashmayman bolam. O'tgan qitimqi ishda Bo'ldi, undaq demang, apa. Bu ishda sizning savalligingiz yo'q, apa. Sizmi men uchun yaxshi bo'lsin deysiz-da. Qizim, Qunduzni bir yo'qlab qo'ysangiz bo'pti ekan. Bechora qiz sizni bek so'rab ketdi. Men shu bechora qizning g'imi bilan gelimdan tomoqni o'tmaydigan bo'lib qoldi. Apa, uningga ozroq bo'lsa-mu pul bersam bo'ladi. Bugun dadangiz ikkimiz 2000 so'm olib berib keldik bolam. Rasmi, apa? Ejab xo'sh qilyapsizku. Nima degan yaxshi. Apa, men hozir Qunduzni yo'qlab kelaychi. Bulandu. Bugun kech bo'lib ketdi qizim. Voy, apa. Baribir uyqum kelmaydigan tursa berib yo'qlab kelaychi. Bolam kech bo'lib ketdi. Aytib bering qizim. Xotirjam bo'ling, apa. Men pastki Gulnur bilan birga boraman. Ha, qo'shnimiz Gulnurni damsa. Ha. Shunglashqa xotirjam bo'ling deyapman, apa. Bo'ladi amsa. Patroq qaytib kelasizlar. Ma'qul. Bir telefon beraytim. Ma'qul. Xudoyimga omonat qizim. Xo'sh. Qandoq degan gap bu? Bu chiqashqara tashviq qilinglar degan nimasi? Qarab turib bizni yo'lga chiqarib qo'yganda bu. Ha, Shuhrat, undaq deganingiz bilan mukofot so'misi bor ekan. Qarang. Undaq emas-ku. Xeyl yo'qirkanchimi? Voy, nima deyishyapsizlar? Ha, meni ko'rib baqa. Ha, nima ekan? Akla ko'rib baqay. Shahrimizda hozir xilma-xil hodisalar bilan o'layotganlarning soni kundan-kunga oshib bormoqda. Oson o't oladigan, oson portlaydigan ximiyalik buyumlarning va gazliq yiqilg'ularning sababidan shahrimizda o't ofati ko'plab yuz bermoqda. Shu sababdan kishilar doim andish ichida yashamoqda.
İctimai sug'urta şirketi kishilarning bu jihatga g'am andisini yo'qotib, yuqori to'lam pulga ega qilishni izchil tavsiya qilayotgan bo'lsa-mu, lekin kishilarning sug'urtaga bo'lgan tushunchasining kamligi, sug'urta engining to'liq uyg'onmaslik sababidan shahrimizda sug'urtaga qatnashish qizg'inligi to'limi tuvan bo'lmoqda. Idora rahbarligi shuni uqtirdiki, idora xizmatchilari ko'chalarda sug'urtani ochiq-oshkor tashviq qilib, mush bir hafta ichida 5 dan 10 gacha odamni sug'urtaga qatnashtira olsa, 1000 so'mdan 2000 so'mgacha mukofot qo'shib berildi. Voy canım kızım. Nemişkimi derizi sürtügendi ben. Özüm sorsam babamdı. Nemişki sürtügendi ben. Bichara kızım. Men kunduz uchun bo'lsa-mu, vazifani yaxshi o'rindab, mukofot so'masiga cho'qim erishishim kerak. Ne görsiz? Mundaq bo'lsin, ikkimiz paranglashsak bo'pti-ku. Siz? Men ya sizni tanımasam, nim to'g'riliq paranglashmi? Mundaq qilaylik, ikkimiz xalidir joyga berib paranglashaylik. Men sizni mehmon qilay. Qizchaq, chiroyingizga tushliq ish qilsangiz bo'lmamdi. Bundaq ko'chaga chiqib olmay, uyingizda o'ltirgan bo'lsangiz, biraz chiqa bo'g'aydi. Nima? Meni xato tushunib qilyapsiz? Bo'ldi, mashinani to'xtating. Men chiqib qolaman. Meni ahmoq qilyapmadingiz? Kim sizni ahmoq qildi? Mashinani to'xtating deyapti. Men chiqib qolaman. Qanday degan gap bu? Qamlashmagan. Men cho'qaran sug'urta shirkatida ishlayman. Buni yaxshi ko'rib beqing. Keyingi shofirlik hayotingizda asli qolar balkim. Rostli xato tushunib qoldimmi nima? Asta. Hey, sen Halide. Yaxshimisan? O'zingchi yaxshirdingmi? Yaxshi. İşlerin çok qanday qolib ketdi? Voy, qanday bo'ladi, adash? Bu ishning nemisini deysa, men tunji qitimdala burnimga yedim. Bu ishdan voz kechaymikin deyman. Voy, men oralda turyapman degina, bak taskan bu ish. Qanday nomzod topaldingmi? Uning gapini qilmarana. Yo'lda ketib qolgan odamga gap qilsang, xalq seni sarangmikin deb qolgan. Men necha yerda burnimga yedim. Bir haftagacha o'n emas, bir odamni topamaydigan o'xshayman. Boshqalar bu ishni qilaversinlar, ikkimiz shirkatga telefon urib, mijozimiz yo'q, bu ishni qilamaydigan bo'lib qoldik deb qo'yaylik. Bir ishga mo'yanna deb ko'chil xalqlarga sug'urta qatnashinglar deb yuramdik endi. Deganlaring to'g'ri, adash. Emisa, bu ishdan ishlaydan voz kechaylik. Ma'qul. Emisa, men hozirla direktorga telefon qilib o'tay. At ko'rishib seni mehmon qilay bo'lamda. Hajat maktubga yetibsan g'iping gapda. Albatta. Ma'qul, emisa, atlik gipingdan yinamamsangli bo'ldi-ku. Bo'ldi. Xo'sh, emisa, at ko'rishaylik. Xo'sh. Halide? Nereden? Bu yerden mi çıkıyorsunuz? İdarının işleri olan şu. Ben yardımcıyım. Bana yardımcısın de Renan'ı kapı koyma yine. Ha? O ne? Degin anayaz. Bizden hazır münasibetimiz yok. Ben sizge yürek sözünü eğitilgan fırsat tapamay yürettim. Siz yardımcıyım.
Mağlansa, kelana, ikimiz tang tartışaylı. Ramada. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rashida keldi. Yaxshimi? Keldingizmi? Qo'rqib kelavermay, og'rib ketibsiz. Sizni bek ko'rgim keldi Ramada. Avvar bo'lib ketibsiz. Ko'rgim keldi. Tinchlik. Yaxshi bo'lib qoldingizmi qizim? Yaxshi qoldim. Yaxshi. Aslida o baldırak keleydigen, şu uy işlerden beka bulanmay. Hay Rashida, bola jidal qilgan kuni kelavermay. Sizni sovg'at ko'tirib kelib nima qilasiz? Biz sizning ahvolingizni bilgandikan, biz sizdan sovg'at olamdik. Bizni qachonmi o'zgarasiz? İmtihaninglar tegidimi? Tegidi. Yaxshi. Qandizga asraq bo'lsimi, yordam qilsam bo'lmaydi juma. Olim bilan tanishgandan beri boshqalarga yaxshi ish qilishni o'ylaydigan bo'lib qoldimmi? Ay, nima ishni bana qilib, olimga tezmir qilchi. Hey, Arlimmi? Qanday ahvolingiz? Arlim, vaqtingiz bo'lsa, ko'rsak bo'pti ekan. Sizga deydigan gapim bordi, ko'rishaylikchi. Ha, adres vaqtingiz yo'qmi? Undaqda o'zingizga bo'lsa bo'ladi. Ma'qul amsa, o'g'illikka ko'rishaylik. Xo'sh. Başını açmışsın beni. Değil mi? Açmışsın. Vay bana. Oy. Aka qara. Piyalanda bir tas şamat durdu. Şunun qaraganda öýek mehman kılga Osmandı. Näde bundaq gap bor? Yo'q gapni qildi ekansan. Onun ustiga bizning uy kaydak näde bundaq aziz mehmon bor? Aka agar Rana deb ketib qolsa men uni yangi deyman. Yo'q gap qilma, bundaq ish yo'q. Vay, Ranama. Qanday ahvolingiz? Ukamma? Ha, o tinchlik. Ha, ashad ko'rshamdoq? Mana yaxshi bo'ldi. Aqlamsa. Hozirni baray. Aqlamsa. Shet ko'rishaylik. Hozirni baraman. Men chiqib kiray, ha? Hozirlik kelaman. Rana adamın gibini qısab, terikinin bilen. Telefon gelse, olturamaylı kaldım bana. Mana men mushu bechara qizga yordam qilish uchun bu vazifani cho'qim birinchi bo'lib o'rnansam bo'lmaydi. Lekin kishilarga sug'urtaning ahvolini tushuntirish menga bekor tez kelyotdi. Amaliyotda men har kuni mashina degan chig'imda tashvishlikda yurayman. Men bir kunlarda dahshatli qatnash vaqasida o'lib ketamanmi yoki mashinam bir mashina soqilib kadin chiqammi deganlarni o'ylayman. Kezish jurnal televizorlarda e'lon qilinayotgan qatnash ofisi deganlar mening yuragimni mujiydi. Mundaq desam meni qo'rqinchaqmikin deb qolma. Shopir bo'lma haqiqatan taskin. Bas. Bu tashvish ichida yashayotgan faqat sizlar emas. Bu tashvish butun shahar xalqining o'rtog'ini bo'lib qoldi. İctimai sug'urta shirkati bo'lsa, kishilarning bu jihatga ham andishlarini azaytish uchun tirishib xizmat qilyotdi.
Nima ish bo'ldi? Nimaga kulyapsiz? Mushukamgacha bundaq amaliy jonliqqa shu qatni anglab boqmoqda ekanman. Xeli yetishib qapsiz jima. Ta'sirlandi. Siz asta singdirib ta'sir ko'rsatishga usta ekansiz. Fursat tutib hujum boshlash. Aqlli ekansiz. Meni sog'liq qilyapmisiz? Yo'q, hargiz xato tushunib qolmang. Men bu sug'urta qatnashimman. Aslida u burunli qatnashay degan edim. Uning ustiga sizning asta hujumingizga bardosh beramadim. Rasmi? Qaysirga qatnashsiz? Men yanala umr sug'urtasida qatnashay. Yaxshi. Bugün bana yardım qilgan deb toz charchadingiz olim. Nədikini siz shunchalik oliyjanob ishga tutish qilgan tursangiz bir chet qarab tursam qanday bo'ladi? Amaliyotda siz bilan tanishgandan keyin boshqalarga yordam qilishni o'rganib oldim. Hey, Nabima? Ha, Dilmurat Zadash. Yaxshimi? Ha, men Dilmurat. Ha, qanday ahvoling? Yaxshi turdingmi, Adash? Yaxshi, o'zingchi bugun sen bir o'tirishga boradigan vaqting bormi? Ha, vaqtim bor. Qanday so'rinti bu? Mening bir do'stim bor dedigida, ismi Mardan. Mening de bir necha cho'ng. Bugun bir xo'shallikni tabriklamoqchi ekan. Sen birga boraymi? Qanday boramsan? Ma'qul, Adash, men boray. Soat nechida? 6:30da. İşbaq yo'ldagi to'g'ri qo'rmaqasida men boray, Adash. Bo'ladi. Uyga mehmon keldi. Sal turib ko'rishaylik, Adash. Sal turib ko'rishaylik. Xo'shamsan. Oy, sen bakansan ku. Yaxshimisiz? Ha, qani o'tir. Qani ada o'tir. Hech qilma. Aka o'tir. Men chiqib kerak. O'tir. Uyim shundoq oddiy, ancha chiroyli qilib. Nima keldi? Uyingiz shunchalik pakiz, shunchalik kirat ekan-ku. Qapiningizni silib ozod o'tiring, ha? Ha, bo'ldi aka, men qo'yay. Aka, men qo'yay bo'ldi. Bo'ldi, men o'zim qo'yay aka. Akalar bo'ldi, men qo'yay. Bo'ldi. Bo'lsa, o'tir. Hey! Ağlar bo'lmasangiz bo'ladi. Oshxona uyingizni kesib qo'ysangiz tamoq qilib. Yo'q, avval choy ichib oling. Ma'qul. Choy ichib, ondan bir ish qilaylik. Uyingizni quzig'ini ichib qolganda, biroqli tamoq yeysiz. Ha, maylamsa. Yur. Mana boshqana. Hey, bugun menga tamoq etib bergingiz ekanda. Menga tamoq etkizma deb akagansiz. Sizning nima yegingiz bor? Menma? Bugun mening yana poloyigim bor. O'tgankidek polo aytib beraman sizga. Meningchi, chipini to'm tatiblarni aytib bergin. Rahmat. Mayli, nima siz yaverman. Chiqib ketdim sizlar. Yana bir yak bardaga o'xshamsan. Ha, tekshir chiqmoqchi edim. Nega? Bir og'inam chaqiribdi-ki. Shu yerga boray degandim. Men seni kashf bir yak borma dedim-ku. Bo'l, chiqma. Senada? Tamoq yeb o'tamsiz? Ha. Bugun tamog'ingizni yemaydigan bo'ldim-da. Nima ishqa? Hada? Bugun bir og'inamni tug'ilgan kuni ekan-doq. Shu yerga bormoqchi edim. Akam deb mashinaning oshishini aytgan bo'lsangiz o'tdi. Qarang, shaytonlig'ingizni. Bo'ladi. Mana shunday. Alin? Mekilang. Nabi bir choy xabar deyki, mashina oshqishini bering endi, ha? Oshqishnimi?
Bering, ma'quldang. Bu şeytan sizden paylanıptı da. Bering. Ala aşk işini. Rana'nı aldı artık dep kalmay. Kaldırak ki ha? Ma'qul aka. Hadi. Ağaç oturun. Qo'shamizda. Ağilla. Bugün Halide ikimizden konuşkan günümüz. Şuna bu adli sorun sizlerini cem kılıp tebriklemek istedik. Tex endi do'st bo'ldinglarmi? Men tex sening to'yinglarni mesela kemikin deb ketganman. Ağilla. Eğer Halide halısa bugünkü bu kichkina sorun to'yimizning maslahatchi bo'lsinmi? Bo'lsa, ha? Qanaqa de? Nima Halide? Nimada gap qilmaysiz? Nikahını o'qiyotgan qizdek nazlanib o'tirib ketdingizmi? Ha? Nereden ishkinglarning nikahini o'qib qo'yaylikmi ya? Assalomu alaykum. Hoy, va alaykum assalom. Kela adash, o'tir. Kela. Ha, yaxshimi? Ha, kela, o'tir. Qanday ahvoling, yaxshimi? Yaxshi. Men sizlarga tanishtirib qo'yay. Bu yoq do'stim Nabiy bo'ladi. Bu yoq Baysan gapini qilib bergan do'stim. Nereden bo'ladi adash? Tanishib qolaylik. Ha, tanishib qolaylik. Kechikib kelib, sen ish qildim Ag'illa. Meni kechiringlar. Taxslarni yig'ishtirib etay. Tamg'in taz o'xshamay qoldi, ha? Neredekini o'xshabdi. ilmiy taraqqiyot qarashini ommaviy amaliyleştirib, merkezin birinchi nomorli hujjatini astoydil izchillashtirib, so'tijash tipidagi yezigilikning universal ishlab chiqarish iqtidorini yuqori ko'tarishga aloqali tadbir qatorida chang tutish, suv boyligidan muvofiq foydalanishni bir rayonni keng ko'lamda echishga Arlen, nabiy ishkanlarning kirlarini yig'ilib qolganda shuvdaymi? Voy, undaq qilsangiz bo'lmaydi. Sizga mehmon Voy, hech kim bo'lmaydi. Apirang shuvday. Undaq qanday bo'ladi? Hech kim bo'lmaydi, ma'qul deb apirang. Anam bir kelganda sizni tamoq yetkizdim. Yana texi. O'xshash-ku, apirang. Amiskirlar avayda, sizni ko'rsatib qo'yay. Ma'qul. Yaramsa. Menga mushrilar qarab Halide. Ben sizni yaxshi ko'rman. Chiqmay qarmay o'tiryapsiz. Halide. Qo'lga saklashma. Mas'ul qilibsiz-a? Hay. Hazırma bir jim o'tirang. Men mas'umidim, qarang. Halide. Adamning isini chiqarasiz. Boshlig'ingizni olib chiqib Men unda qo'pollik qilmam. Qarang, men sizga nima aytsam. qilasiz? Gap qilsam. Yuringlar, ketaylik. O'lsamayli bu yerda. Halide to'xtab turma. Bo'ldi. Nega borsiz? Mas'ul qilibsiz, men ketay. Halide, nega borsiz? Voy, ketsan ketgina. Shu kuni bormi? Ketib qoldim. Ben sizni bir yer ko'rganda qilmoqchiman. Ha, sayliq majapani inisi-ku. Qara. Qara adash. So'radigan qizlar hamiz ketibdi. Shundan. Ketadi. Ha? Qo'sa, ey, ketaylik. Men mashinadan bor. Jiran. Vaqt bir yerga qapti. Mansaq mangayli Ag'illa. Mashinadan borib olib qo'yaman. Yuringlar. Ha, yuringlar. Olib qo'yaman. Meninglar, yuringlar. Turada şey mekane. Oha ketimiz tura. Ya mekat işim kalmadı ya bana. Turada oturma ne mi? Ne kılırsan? Tura. O kancık ketti. Bana çabuk. Bana. O ketti o ha. Ketmem de o da.
Nimaga qarab tursa, menga chiqib qol. Menga Tova, buningdan nafratlanaman deb o'ylamagan edim, buni yaxshi ko'rib qoldimmi nima? U meni yaxshi ko'rib qolgandek qiladi. Lekin Ra'noga nima deyman? Jon, uni bilan nima ko'rim? U o'zi mardonni tashlab o'tgan tursa, u holini cho'ng qilsa, uni mardan ko'taradi. Buningdan keyin mardan mening. Senchi, chida Ra'no, bu o'zingning sho'ri. qolganligim uchunla uningga muhabbat izhor qilsam, u chog'da men nimaga o'xshab qolaman? Biroq Ra'no ikkimizning pok muhabbati uchun oilamizning namoratligi hech peshimni qandirdi. Abla, akşam qattiq mas'ul ketibman-da. Akamning oldiga mushunda kirganman-mi? Abla, shunday bo'ldi. Trafkan, ben sana naşlığa geldim. Tre. Turdun mu? Popalınızı. Boldi hicilomay çıkıyor be. Turdun mu? Ha, çayımı tayar oldu. Alavka. Ha, mana. Seni yaxshi ko'rdi deb, mau quymoqlarni akirdi. Alavka, ha, ye. Ala. Alavka. İçe. Mağsutun içiydi. Zeherini kaydırdı. Aka, ben bunun ilgisini hapıqmayman. Əzini başlar iş tepip işleymen. Eni ben hıcıl kılıvetten aka. Bu ne degine? Oldu grafika. Fuka, biz degan akı kutursak, buna degan harak işme, faydası yok. Yaxşı adam bulup, öz küçüngü tayınıp iş qil. Uqdingmi Fuka? Bo'ldi, kiyamichi. Ha? Mana ye. Uy, bir mu adam topamdık ku. Yürü, yanınızdaydı.
yakındala bu vazifani o'rinlab bo'ldik. Men de hoşup ketyapman olim. Men shu endi Qunduzga yordam qila oladigan bo'ldik. Sizni kira qilg'ilimi qo'ymadim. Siz menga dehchiq yordam qildingiz. Men sizga bir umr qarzdor. Bo'ldi qilma. Undaq desangiz men xijilib qolaman. Birsiga yaxshilik qilish hamma odam qilishga tegishli ish qo'y. Biroq u hamma odamning qo'ldan kelavermaydi-da. Faqat sizga o'xshash oddiygina kishilarning qo'ldan keladi. Ishdan keyin doktorxonaga dilla boraylik, bo'lamidi? Asqata o'tgan gapingizni qarang. 5 kundala bu vazifani o'rinlab bo'ldik. Men de hoşup ketyapman olim. Men shu endi Qunduzga yordam qila oladigan bo'ldik. Sizni kira qilg'ilimi qo'ymadim. Siz menga dehchiq yordam qildingiz. Men sizga bir umr qarzdor. Bo'ldi qilma. Undaq desangiz men xijilib qolaman. Birsiga yaxshilik qilish hamma odam qilishga tegishli ish qo'y. Biroq u hamma odamning qo'ldan kelavermaydi-da. Faqat sizga o'xshash oddiygina kishilarning qo'ldan keladi. Ishdan keyin doktorxonaga dilla boraylik, bo'lamidi? Asqata o'tgan gapingizni qarang. Men shu bechora qizni bir ko'ray deb turdim. Biroq bu gapingizni anglab niyatimdan yandi. Yaxshi. Chaqimda borsiz-a? Hay, idorangiz kelib qoldik. Ma'qulamsa, ishdan keyin ko'rishaylik. Bo'ldi, xo'sh, tushdan keyin ko'rishaylik. Xo'sh. Rana? Xo'sh. Mush doktorxonadami? Ha. Doktorning aytishicha, usta doktorlarni taklif qilib uzun muddat davolasak yaxshi bo'lar ekan. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Bo'ldi, ya, ko'nglingizni yerim qilmang. Olim ishimiz ma'lum bir faoliyatda 2000 yillik mukofotga erishganmiz. Buni Qunduzning davolanishi uchun ekeldik. Buni asbobini e'lon. Yo'q. Buni undaq qilmang, Rashida opa. E'lon. Rahmat sizga, ko'nglimizdan ochiq bo'ldi. Ko'nglimiz e'lon, undaq qilmang. Hozircha mushni aytib turing. Rahmat sizlarga. Bu yaxshilig'inglarni qachon qaytaraman? Bo'ldi, takalluf qilmang, Rashida opa. Rana qizim, sizlarning idoradan bir parcha xat kelib ekan. Yostiqning ostida. Elbetda qizim. Hanzoch xat o'qish o'qiyolmadim. Ko'rib beqinglar. Nima ekan bu? Voy, Rashida opa, Qunduz 15 ming yillik talaylik hisoblanuvchi mukofot qilishdi. Mukofot qarangmi? Voy, yaxshi bu. Bek yaxshi bek talayinglar aka. Voy, Rana? Voy. Qanday ahvolingiz yaxshi turdingmi? Ha, Rana, ansan vazifani o'rinlab mukofotga erishibsan. Mehnat qilasan? Mukofotga erishganim rost. Mehnat qilishga kelsak, u pulni bir bechora qizga iyona qildim. Sizlarni keyinchalik nima qiladi? Bu yigitning senga xeyl ta'siri yo'qdimi nima? Ha? Sizlarni qanday bu? Yurma. Yurma, mayli. Tova, endi bu iflos do'stimning bir hallikchakni qo'liga tutib beramu. Lekin bu ishkisi gul-guliga kelgandek moslashibdi. Gapingizcha ikkimiz moslashmoqda? Ha? Ikkimizni moslashdi deb qaramsiz? Eskiligini. Chaqchaqib qo'ydim. Ikkimiz toza moslashqalatinjimi? Oppa, Qunduzning kasal kartidagi holatini ko'rib pekma ichim sirlib ketdi. Hey, bechora Rashida, balalarim dada sizning kichiklik yetim qoldi deb bek perishon yurgan. Muhab ishkanlikning yuz berganini qarmandigan. Miyib qolarmi bolam? Biroq opa, doktorning aytishicha, uzoq muddat davolansa yaxshi bo'lib ketadi ekan. Shundaqmi? Biroq u bechoralarning buncha jiq puli bo'lmasa, qanday davolana? Olim ikkimiz sug'urtani tashviq qilib 2000 so'm mukofotga erishdik. Bugun ishnikin o'zini Qunduzga olib berdik. Qolgan pulni sizlar chiqarasizlar. Qizim, jinim balam, bek yaxshi qilsizlar balam. Sizmi shunda qilamiz qizim. Bizni yordam qilmasak, Xudomi ravo ko'rmaydi jinim balam. Rasma opa.
Oy. Oy canım. Oy canım. Oy beşim. Oy beşim. Oy. Oy canım. Nebi, kes yattın mı? Yine harak işe okşamam sen. Ne oldu? Harak içmeden beşim ağrıdı. Oy. Beşim? Çayın başlıkçılık o. Bek kız gitti Sefka. Tura doktorxanaga kapıray. Tez böyle. Böyle Sefka. Yok aka. To'xtab tur. Bek kızıp gitti. To'xta. Oldurakman haber kısalmamdı. Buni ozroq to'g'ri kiritasan. Yaxshi bo'lishim mumkin. Bu pul nerede taptın? Ishlab topdim aka. Adaş. Hoş adaş ha. Kani, hoş ha. Götüreyli. Rana degan bu iflos. Aşım haycapan deb meni tashlab etdi. Men onundan o'chiray deb heriqi do'stiga yiqillatsam, uning menga ko'ngli tushib qolgandek qiladi adaş. Eğer ben bu ölçümünü almasam, içim hergiz boşumagıdak. Şuna, Erkin Baycapan'ın inisinden obdan bir faydalansan ken deyman. Bu işte sana qarashib qaldim. Adaş, sen xotirjam bo'la, qolgan ishlarni o'zim to'g'rilayman. Xotirjam bo'l. Yaxshi. Qani alay, qani.
Nadir! Qachon kelding? Qanday qavallangdash? Bu yer nima qilyapsan? Ishlayotgan shu. Quruqman yeb. Ishlayapsan? Shu tomoq yeyish xo'shaqmay, nayab o'ldadim adash. Jura. Nega? Bir sorun qapma. Ha? Menga sorun qap. Sorumga. U yerda Dilmurat baba. Ba. Hammasi bor. Seni saqlab qoldim. Menga tez bo'la. Unda bo'lsa men ruxsat so'rab kiyimimni almashtirib chiqay. Ha, bo'ldi. Chaqal bo'la. Zulutga. Aladash. Ağaç otur adaş. Bugün cem bulup pek yaxşı oldu mu? Şu. Aladash. Sen mi ağaç otur adaş? Adaş. Maşinanı ekesen optiken. Maşin ne? Ha. Ciddi lazım olup kalgan dedigine. Ma'qul. Hech ish bu. Xo'sh bize shivatdim. Xo'sh, son. Emese ben berib mashinani kelay. Ka o'tib turinglar. Birdan kelib. Chaptaroq bo'ladi. Aka, televizor ko'ryapsan? Aka, sirtda azroq ishim batdi. Ha, bo'ladi. Chiqib kiraman, ha? Tezroq qaytib kel, ha? Rana bo'lamsiz? Olim hodisa uchirdi. Tezroq kelgan bo'lsangiz. U hozir qayerda? Siz g'olibiyat yo'lidagi o'tishni ko'rishni do'qmishga darhol keling. Tez bo'ling. U sizni ko'rmasam bo'lmaydi deydi. Hozirli boray. Ma'qul. Keldim adash. Qadar o'tadinglar. Mashina keldi. Yaxshi. Saqlab qolmagansiz? Yo'q. Haydabli keldingmi adash? Mashinani haydabli keldim. Ha, yaxshi, yaraysa. O'tir adash. Qani ichida adash. Xo'sh. Hey adash. Sening akang Ranasiga bir qizla alishadimda? Shundoq. O mening yangam bo'ladi. Yangam. Unda oldam chiqas, qandaqmi sening yangam bo'lib qolganda? O tek menga tegman deb yuriydi. Nima? Sana deb tegman demda? Ha? O baymanda telefon qilib mesha kelman degan. Men olmadi. Lekin o cho'qim kelman deb turib oldi. O tek seni dadamning portmalini tepib berdim degani bilan ishidan 200 yo'l qam chiqdi. Seni bo'lsa o'g'ri, akangni bo'lsa maychapan dedi. O tek bo'ldi bas. Quyarig'ingni. Qiyin sarash. O'ldirib turinglar. Uning chagini o'z ko'zim bilan bir ko'ray. Adaşe Rana kelamdu kememdu. Hey ta. Adamni o'sal qilib kemiz chatoq bo'ladi-da.
Keldi qara. Shu kel. Shu. O'zing chiqqan. To'xtab. So'qlatdi. Uni so'qlatdi-ku. Ha? Abla. Sizlarni biz o'z bolamizdek ko'rib qolgandik. Bundaq ishlarning yuz berishini kim o'ylagan? Bo'ldi qiling apsi, shig'nima. Men bo'ldi qolgan bilan qizimiz hozirgacha hushsiz yotsa. Bechora qizim nimandaqmi sho'r peshonidi. Burun birisi bulanchining qo'liga tashlab qochib ketdi. Endi bo'lsa birisi mashinaga so'qib o'ldirmoqchi bo'lgan. Bo'ldi qiling. Xudoy. Xugon kim yig'laysiz? Bo'ldi qiling. Qizinglar hushiga keldi. Keling, qizimiz hushiga keldi. Dana, qandoq tursiz Dana. Qizim. Benim bolam. Qizim. Olim, siz sog'gansiz-ku. Akşam bana bir telefon qilib, sizning hodisaga uchraganligingizni aytgan edi. Shuni bilan men Hey, akşam kimle bilan birga eding? Akşam Dilmurat Merdalla bilan birga o'ltirgan shu. Qanday bu ish chiqdi endi? Yaxshiroq o'ylab baqa. Ha, ras esim keldi. Merdan bana Rena adamning bizning yomon gapimizni qilganligini, uning texi o'z bilan yurayotganligini, seni bo'lsa ahmoq qilayotganligini aytdi. U texi yana Rena hozir meni izlab keladi dedi. Shuning bilan qarab o'rasli keldi. Shuning bilan g'azabimni bosolmay, shunga g'azabimni bosolmay vaqa sodir qildim. Shudaqmi? Degina, Merdan degan kim? Ash qizning yurgan yigiti. Renachi. Abdaka, bu yoqqa keling. Ha, mana bu. Rana, Xarida, keldingmi? Canım dostum, yeni nim bo'ldi sana? Peshkanlikning hammasi sana kelamdi deymi? Bechora qizim sho'r peshona o'xshaydi. Demisimi? Hamma peshkanlik mush qizimga kelamdigandi. Ko'ngillarni buzmaslardi. Ranami boshda shu moy chapon bilan oralashmi so'bdi ekan? Shundaqmi? Bu asli heliqi Merdan degan ishplasni qilgan ishkan emasmi? Nima? Olim hozir uni saqchiga ma'lum qilib ketdi. Siz menga Rana bilan hech qanday munosabatim qolmaydi deb aytmadingiz. Menga sizni yaxshi ko'rman deb aytdingiz-ku. Aslida mushkul usuldan foydalanib Ranadan o'shandingiz, shundaqmi? Gap qilyapman sizga, gap qiling. Gap qiling. Ha, shundaq. Qova, men nimacha axloq, boshqalar mendan foydalanmasa. Men texi bularni bilmay yuribdiman. Men boshqalar bilishim kerak edi. O'z vaqtida Ranani bulanchilarning qo'liga tashlab ketgan odamdan menga qanchalik xafa kemakchi edi. Bo'ldi, men sizdan seskandim. Endi ko'zimga ko'rindi cho'man. Sizni ko'ra ko'zim yo'q. Xalida. Sen endi bir ishning peshini tutgan bola. Bo'lmasa ashundaqlarning domiga tushib ketadigan gap. Yaqinda men bir yemak-ichmak shirkati qurmoqchi bo'lyapman. Sen kompyuter bilimlarini yaxshi o'rgangachdir.
Seni şirketimga qabul qilaman. Rahmat tog'a. Mening yalla shopir o'g'lim bor. Rana doktorxonadan chiqqach, men xotirjam mashina haydayman kerakman. Shunga Nabini haydab tursinmikin degan. Qarasam uning bir umr taksi shopiri bo'lg'isi bor ekan. Shunga mashinani uning o'tinib bermoqchi bo'lyapman. Ko'nglingizga rahmat tog'a. Urug' tuqqandek bo'lib qolgandimi, takalluf qilish ketamdi bolam. Shirkatda siz ishlang. Bizning o'g'limiz yo'q. Bizga yordamlashing bola. Shundoq, to'g'ri deydi. Biz qerib qoldik. Shirkatda ishlash uchun bir mazgil tarbiyalanmasam bo'lmaydi. Tarbiyalanib bo'lgandan keyin sizga javobini bersam qanday deysiz? Ha, bo'ladi bola, bo'ladi. Satma ovoz xeyli yaxshi ekan, ha? Rahmat Yaxshi sizga qoldim odim. mana. Sizni avval qilaverdim. Sana, mening sizni jiroq joyga opog'im kelyapti. Siz xohlamsizki, Qayerga? muhabbat sug'urtasi nomzod ustiga opog'im kelyapti. Biz buning uchun chex nomzod topalaymiz. Sizga sug'urtadagi qancha shirkatlar? To'xtaysiz. Yol to'sama sanat öterken Daqiq izlab kökka her tun tənürüm Dün çıxmıqat yulduzlardı iş vermem Yığlaydiken təqdiridim öksüb tükünüm Dün çıxmıqat yulduzlardı